Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, dehqon bobolar. Sizlarga bir Makka jo'xori haqida ma'lumot qilmoqchi emasman. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana shu Makka jo'xorilarga, mana hozir ko'rganlaringizga, hozir bo'yi ham endi o'zimga qaratishim kerak ekan-da mana. Anaqa. Buni bo'yi ham 3 metrdan baland, 3 metr. Kami 3 metr. Bu 3 metrdan baland ekan. Qo'limni ko'taryapman. Men bo'yi 1.80, 1.80 meni bo'yim bo'lsa, undan baland, aniq. Bunga berilgan mineral o'g'itlarning sarfini aytang. 200 kilo bor yo'g'i Makka jo'xoriga 200 kilo selitra berilgan. Bu selitra ham qotib qolgan selitrani qumday qilib ezib berilgan. Boshqa mineral o'g'it berilmagan, amofos ham berilmagan, hech narsa berilmagan. Bir marta kultivatsiyadan chiqdi, keyin bir marta juya olindi. Boshqa hech qanaqangi ishlov berilmadi, uni imkoniyati bo'lmadi to'g'risi. Boshida ekilgandan keyin 20 kundan ziyod 25 kun umuman suv berilmadi. Suv yo'q edi, suvsiz qolib ketdi. Ana bu siyga istoriya bo'lgan va buni buzib tashlaymiz ham deganmiz. Aminoasid o'g'itlari bilan 3 marta suspenziya qilganmiz. Bo'lsa bo'ldi deb mineral o'g'it berishga ham keyin anaqa qilmadik. Foydasi bo'ladimi yo'qmi? Ana shu yerga aminoasid o'g'itlari berilgan 3 marta suspenziya qilganmiz. O'sha aminoasid universal C va kremnisi, keyin monobraz qo'shganmiz. Yana atom P qo'shilgan. Mana ko'ryapsizlar mana holatni. Hozir men bitta rasmga ham o'zim tushirib qo'yaman bu yerda hozir. Bitta ko'rib olinglar, o'zimni videoda qo'yib yuboraman. Qanaqa bo'y basini ham holati xullas xolam dahshat. Endi dahshat deganda u vodiyda 4 metrlik, 3,5 metr, 4 metrlik Makka jo'xorilar bo'layapti. Endi bizaniki unga yetishiga ancha bor, 1 metr kalta undan. Lekin ular beradigan mineral o'g'it bilan biz beradigan mineral o'g'itni ham farqini ko'ringlar. Unda ham katta farq bor-da. 200 kilo selitra qayda-yu, 600 700 kilo karbamid qayda. Farq bor-da. Barglarni qarang mana. Men hayron qolganim, bu yerda bunaqa zo'r bo'ladi deb o'ylamaganmiz. Mana. Ana shu yerlar точно 3 metrdan baland, 3 metrdan balandligi aniq ana shu yerlarda. Endi men qayergacha hisoblayapman? Mana qarang, qo'lim managa yetmayapti. Sultonga yetmayapti. Sultonga yetmayapti qo'lim. Bo'yim 1.80 mani. Значит, normal o'sdi deb o'ylayman men. Endi bizda unaqacha Makka jo'xoriga ishqiboz shu yildan boshlandi. Bu oldin bunaqa makka ko'p ekilmasdi, bunaqa makkali ekilmasdi. Boyaga qimmat makka edi. Buni 120 dollardan xaltasi bir qopiri olindi. Sizlar nima baho berasizlar mana shu Makka jo'xoriga? Mana 3 marta suspenziya qilindi, o'sha aminoasid o'g'itlari bilan. 200 kilo selitra berilgan mana shu. Tamom, boshqa hech narsa berilmagan. Biron marta boshqa o'g'it berishga uspet qilmadik. Vaqt ham bo'lmadi, suv ham bo'lmadi. Aytdimki, bor yo'q bir marta kultivatsiya qilib, lekin suv keyin shu 20 kunmi, 25 kun zadirishgadan keyin suv berildi. Suv berib, undan keyin suvni Xudoga shukr normalni berdik. Hozir mana bu 4-suv berishimiz mana shu. Yaqinda suv berilgan 4 marta suv ichdi. Mana shu. Bu yer haydalmagan, shunday bug'doyni tagiga shunday ekilgan. Yerda haydab, barana qilib, mola qilib, unaqa qilingan yo'q. Prosta yerda adashmasam bitta diska qilinib ekildi mana shu yer. Tamam. Shu holat. Mana ko'ryapsizlar holatni. Kommentariyada albatta fikrlaringizni qoldiringlar. Qanaqa holat, aytinglar, yaxshimi, yomonmi? Uni men juda ham ko'p buni farqiga bormayman, to'g'risini aytyapman. Bilganimda aytardim. Lekin qarang, nimalari ham mana ikkitadan kam emas, hammasida ikkitadan bor. Ichkarilarda balki ko'proq hamdir. Mana yana eng yaxshi joydan oldi deb o'ylamasin. Qolgan joylarni ham ko'rsataman mana. Bu yoqlari ham. Qolgan joylari ham mana shunaqa. Bitta yaxshi joydan oldi demayman, mana hamma joyi tashti bir xil. Ko'ryapsiz. Dash tomonlari undan ham baland ko'rinyapti, tomonlari undan ham baland ko'rinadi. Men bu boshga kelib olyapman-da, bu yerda bu boshidaman. Men boshlariga ham boshimizga. Ha, aytgandek esdan chiqibdi. Ana
Baktamin bilan ham obработка bo'lgan. Baktamin ham berganmiz, azot berilmaganmiz. O'shaning uchun Baktamin Bioazot o'sha Anguzal Agroservis kompaniyasi Baktaminni ham qo'shib berilgan o'sha suspensiya qilayotganimizda amino asid o'g'itlari bilan именно selitra o'sha azotni o'rnini bosish uchun Baktamin ham qo'shgandik. O'shaning hisobiga ham azot o'rnini bosib beradi deymiz. Shunga ham o'zgarish bo'lgan yaxshigina. Ana ko'rib turganlaringizdek. Xo'sh, makkajo'xorining holatini bizga albatta kommentariyada yozib, aytib bersanglar yaxshi bo'lardi. Endi ko'proq buni vodiyliklar ko'proq yozadi. Sizlarniki bo'lmaydi, bizaniki falon metr bo'lib ketadi desa kerak. Lekin to'g'ri tushuninglar, Navoiy iqlimi bilan vodiy iqlimida osmon bilan yercha farq bor. Keyin bizda suv problema. Aytyapman, ko'chat o'sha kichkinalik paytida stressda yotdi. 20 kun absolyutni suv ham bera olmadik. Jazirama, iyul. Shunday holatda yotdi-da. Keyin o'sha aytganimdek mineral o'g'itlarning kamligi. Tomonlarni ham hisobga olib, oddiy suspensiya 3 marta suspensiya bilan bo'lgan holatiga nima deysizlar? Endi buni zo'rmi, yo'qmi deb so'ramayapman. O'sha oddiy suspensiya 3 marta suspensiya qilganmiz, shu bilan bo'lgan holati mana shu. Qurtga 1 marta dori sepildi, Proclaim sepildi 15% ligidan. Keyin izidan o'sha qurtga qarshi brakin qo'yildi. Bu biologik o'sha qurtlari choqadigan pashsha brakin qo'yilgan. Tamom. Qurtga ham boshqa ishlab berganimiz yo'q. O qarang, tomonlarga borsam bundan ham yaxshi ko'rinyapti-da. Yoqlarni qaranglar mana. Undan ham bana, bu yoqdan ham bana ko'rinadi tomon. Men tan bergan joyim bitta narsaga, buni juda ham ko'p mineral o'g'it sarf qiladi deydi-da. Chunki mana bizda Navoiyda Qiziltepada 900 kilogacha karbamid berayotgan joylar bor ekan-da, 900 kilo. Menimcha 900 kilo karbamid pashti 1 tonna karbamid berilyapti. Bu juda ham ko'p. Endi to'g'ri o'rda balki men borib ko'rganim bundan yaxshidir holat. Endi uni pulini ayting. Puli qancha ketadi uni? Ben bor yo'q 3 marta suspensiya 200 kilodan boyagi suroq o'tib ketgan anaqa selitra bilan 3 marta suspensiya haqida gapiryapman xolos. Farq bor-da. Xo'p, video cho'zilib ketmasin, salomat bo'lasizlar, charchamanglar. Ha, bitta rasmga tushib qo'yaman-da, videoga qo'yib yuboraman. Holatni ko'rasizlar. Qanaqaligini. Endi chunki buni hozir nimagadir taqqoslash kerak-ku buni, bo'yi qanchaligini. Hozir men tushib aytaman sizlarga.